Kottejlarning ko'pligidan ulgura olmayapti odam syomka qilishga, qo'ldan kelguncha harakat qilyapmiz. Bu kottejimiz ham xuddi shu joyda joylashgan. Bu faqat 2,1 sotu, xuddi shunaqa to'rxonali, buni faqat kvadrati sal kattaroq ekan. Sanuzul kirishimiz edi. Hop, buni ham podvali bor. Kuxnyani tagida podval qilingan. Hammasi bitta inson quryapti. Hop, bitta inson qurib sotyapti. Hop, shu mana kirishimizda kattagina koridorimiz. Pishgan g'ishtdan qilingan. Teplый pol. Kuxnyamiz ham teplый pol qilingan. Kuxnyani ham ko'ryapsizlarmi? Kuxnya ham yaxshi bo'ladi. Narxiga arziydi-da. Demoqchi bo'lganim yomon materialda ishlatilmagan. Hamyon bor. Hop, bu yerda mana zalimiz. Xolisinglar mantiga qo'shimcha diod lampalar qo'ysanglar bo'ladi, agar buni yorug'ligi kamroq bo'lsa. Keyingi xonalarga ketamiz. Hop, bu yerda sanuzulimiz. Sanuzul ham ko'ryapsizlarmi? Yaxshi qilingan. O'zim ko'rib chiqyapman. Bu inson bilan anchadan beri ishlaymiz. Yaxshi qilib sotadi uyni. Insofsizlik, insof sari baraka deydi, insofli insonlar. Bu orqadan shundagina kichkina joy qilib qo'yishgan, uni ham ko'rsatib o'taman. Bunaqa joy qilib qo'yishgan, чтобы havo aylanishi uchun. Glухой emas. Hop, bu yerda yana bitta spalnimiz bor. И bu yerda mana родительский. Родительский ko'ryapsizlarmi? Sanuzuli bor o'zining ichida. Hop, sanuzulni ham ko'rsatib o'taman. Mana dushavay kabinka qilib qo'yishgan. Удобный. Yaxshi. Narxi shu ofisanada qoldiraman. Yana bitta kottejimiz. Kottejlar ko'p. Kottej so'rayotganlarga mana shu videoni tashlab qo'yinglar.